Assalomualaykum akalar, mana yana xudo xolasa kechagi ikkita 150 talikni berigi yoniga ko'lga yana 150 talik qo'ydik. Shu tashlashlari zo'r tashlayapti. 10 kilovat 1,5 mingga boradi. Mana montajlari. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, faqat like tugmachasini bosib qo'yinglar. Asosimiz ham pastda. So'rishi ham, chiqarishi ham hamma yo'g'i joyida. Shitlarimiz ichi ham kamplik hamma narsasi bor. G5, G3 voltmetr, ampermetr, avtomat yurishga hammasidan bor. Pastga nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Kimga shunday nasoslar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Nasoslar vahshiy zotishyapti. Xolasa inshaalloh uyaltirman. Shu nasosimiz ham 7,5 kilovat gulbinkani to'kini olib ishlayapti. 10 kilovat 1,5 mingdan qo'ydik. Hozir montorimiz to'kini saktor qilib o'tdi. Kilovatini 1000 so'mdan saktor qildi. Aka, to'kini qanchadan saktor? 1000 so'mdan saktor qildi hozir? Oyiga qancha hayotga, sutkasi qancha hayotga? Bir oyga 3 million 888. Bir oyga 3 million 888 ming so'm to'y hayotga. Kuniga endi 100 qanchadan turib kelyapti shunda? 140 ming kilovat. Soatiga 6 kilovat kelyapti. Gulbinkadan ancha suv ko'p tashlayapti. Kimga shunday nasoslar kerak bo'lsa, telefon qilaversin. 150 talik nasos. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmang.